Salima, Labbay. bu yoqqa o'tir. Tinchlikmi? Boya to'yda domla amri ma'ruf qiluvdilar. Mahar masalasi bo'yicha domla shunaqa gaplarni gapirdi, men hayron qoldim. Mahar bu qarz ekan. Ertaga erkak kishi jannatga kiromi qolishi uchun sababchi bo'lishi ham mumkin ekan. Mahar bu ayolning haqqi. Uni ado etinglar, beringlar dedi domla. O'ylab qarasam, to'ydan oldin sen bilan bir mahar masalasini ham gaplashmagan ekanman. Ilmsizlikdanmi yo bo'lmasa mustaqillik davridan oldingi hayoti ta'sirimi, ota-onamiz ham, san ham, men ham bu narsadan bexabar to'yni shunday quvaraverganmiz. Qo'lingga bitta kichkina uzukni olib berib, bo'ldi to'yimizni qilamiz deb quvaravergan ekanmiz. Lekin sen uni mahar o'rnida qabul qilganmisan yoki yo'qmi? Bu narsalarni umuman gaplashmagan ekanmiz. Mahar ayol kishi o'zini eriga tan mahramlikka bag'ishlagani uchun erkak kishini ayolini oldidagi ado etilish kerak bo'lgan haqlardan biri hisoblanar ekan. Onasi, nima xohlaysan Maharga? Nima olib bering? Siz bizani suyangan tog'imizsiz. Oilamiz uchun qilayotganlaringiz, halol peshona teringiz bilan bizani boqayotganlaringiz o'zi katta gap. Ayniqsa hozirgi ko'p erkaklar o'zini vazifasini unutgan bir paytda sizni qilayotganlaringiz tahsinga loyiq. Menga shuncha narsalar olib bergansiz, shuncha narsalar qilib bergansiz. Kerak emas menga mahar. Onasi, unaqa dema. Men erkak kishiman. Mahar bu ayolning haqqi. U berilishi shart. To'g'ri, sen voz kechib olishing ham mumkin, lekin men mahar berishni xohlayman. Men bu qarz bilan butun umrimni o'tkazishni xohlamayman. Tushunsanmi? Xo'p, adasi, men sizni tushundim. O'zi maharning eng kam belgilangan miqdori qancha ekan? 475, shu 5 grammga yaqin deyishgandi. Bilasizmi, men ham bitta gap eshitgan edim. Ayolning eng barakalisi talabi ozrog'i, mahari ozrog'i deb. Shuning uchun eng kam miqdorligisini beravering, men roziman. Nima deganing bu onasi? Sen 5 grammga emas, 5 kiloga ham arziysan. Bo'ldi, bundoq qilamiz. Sharoitim bo'lishi bilan men senga 20 gram tilla olib beraman. Bo'ladimi? Mahar o'rnida qabul qilasanmi? Ha, qabul qilaman. Bo'ldi. 20 gram tilla meni bo'ynimdagi qarz deb hisoblaymiz. Rahmat adasi sizga. Oxiratingizni o'ylab, men bilan shu narsalarni gaplashib olganingiz uchun. Sizni o'rningizda hamma erkaklar ham bunaqa ish qilmagan bo'lardi.